barcha musofirda yurgan aka-ukalarimizga yetkazib qo'yishni iltimos qilgan bo'lardi. Kimlarkim dokument qilmagan bo'lsa, ketishdan oldin shu qarshilik pechat, bu ma'lumotni nima uchun aytdim? Ta'minga cho'zildi-yu. Nima qilishimiz kerak? Patent endi rasmiylashtirsak bo'laveradi. Agarda shtrapingiz bo'lsa, sovet bermayman. Mana shu holatda tekshiruv bo'lyapti. Oroliy O'zbekiston pasportiga haqiqiy qarshilik pechatlar bostirmanglar. Endilikda aeroportlarda militsiya xodimlari qonuniy sizni dokumentingizni tekshirib, sizga nisbatan shtraf yoki unda Mer Privilegiy mobil ilovasida patent uchun to'lov amalga oshiring. 123 promo kodi bilan siz xizmatlar uchun to'lovga chegirma olasiz. Ilovaga kiring, patent to'lovi bo'limini tanlang, patent ma'lumotlarini to'ldiring va promo kodni kiritishni unutmang. Keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting, ma'lumotlarni tekshiring va to'lovni bosing. Operatsiyalar tarixi haqida ma'lumot har doim sizning qo'lingiz ostida bo'ladi. Siz uni patentni to'lash bo'limida topishingiz mumkin. Mer Privilegiy siz uchun faqat eng yaxshisi. Ushbu yangiligimizni barcha musofirda yurgan aka-ukalarimizga yetkazib qo'yishni iltimos qilgan bo'lardim. Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga bugun qo'ldan kelgancha aeroport Vnukovodan foydali kontent va bir hafta ichida nima yangiliklar bo'ldi, shu haqida sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi o'chirtda aeroport Vnukovoda endilikda yangi uchib kelayotganlar yoki ketayotganlarda atpechatga geometristik dalnigini olyapti. Bu birinchi yangilik. Ikkinchisi, mashinalik bo'yicha o'sha 2 kishi bo'ldi. Ular 2 kishi ushaldi. Kimda-kim o'sha O'zbekistonda bo'lsa kelib, zaявление yozib, nechta pulga nimaga aldangan bo'lsa, ya'ni hamma yo'qda aytib tushuntirib, zaявка tashlab ketishyapti. Buning uchun addushi rahmat. Yaxshi iloq srok oladiganga o'xshayapti. Bundan tashqari yana boshqa mashinalar ham bor ekan. Bu bitta 2700 talik kanalda ishlatardim deb, endi hozir shuna deyapti-ku. Boshqa mashinalar ham bor ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Biz O'zbek Migimotoravakasa nomerlari ekranda va opsiyada original Telegram kanalimiz bor. Hayot be, endi 10-sentyabrgacha aminsiz cho'zildi-yu. Nima qilishimiz kerak? Kiritish qilishimiz kerakmi? Yoki unda to'g'ri Sahravaga borib patent endi rasmiylashtirsak bo'laveradimi deyotganlar. Birinchi o'chirtda sizlarga addushi sovetim. Agarda 1 yil ichida ikkita shtrap olmagan bo'lsanglar, borib shtrapini to'lab patentga, ya'ni hujjatlar topshirsanglar bo'ladi. Qabul qilyapti. Agarda shtrapingiz bo'lsa, sovet bermayman, kiritishingizni qilib, keyin Sahravaga kelishda sovet bergan bo'lardi. Ikkinchisi, sim karta bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Обязательно sim kartalarni o'zingizlar nomingizda bo'lmasa, hozirgi paytda juda ham ko'p aka-ukalarimizga SMSlar kelyapti va o'zingizlarda sim kartalarni, ya'ni rasmiylashtirib olinglar, o'zingizlar nomingizga o'tkazib olinglar degan ma'lumotlar kelyapti. Shuning uchun gosusluga обязательно kerak va MFCga borsanglar, yo'q bo'lsa, sizlarga gosusluga ochishda, sinil shunaqa ma'lumotlarni beradi. Agar patent olgan insonlarda bo'lsa, gosusluga bor. Prosta danligilar kiritib, zaявка tashlab, подтверждение qilib qo'ysanglar bo'ldi. Buni bu aeroportda anchadan beri video qilmayapmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bir foydali kontent qilishga harakat qilamiz. Videolarni ko'proq chiqaring. Yo'qolib qolyapsiz, tinchlikmi deyotganlarga, hol-ahvol so'rayotganlarga rahmat. Xudosi ijoddamiz. Nasib bo'lsa endi harakatdamiz. Qo'ldan kelgancha sizlar so'ranglar, nima qaysi aeroportda nimalar haqida ma'lumot beraylik. Xudosi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Keyin vajniy shu aviakompaniyalarga uchayotgan akalarni shu bagajlarni bilib qo'yinglar, shu razmerda va hozirgi paytda lishniy rasxod qilmaslik uchun razmeriga обязательно ahamiyat berib qo'yasizlar. Doimgidek metro taraf bilan kiramiz, dokument yo'llarga, aeroportga, taksi xizmat kerak bo'lsa, ekranning nomerlariga gaplashishsa qilaverasizlar. Patent to'lovini endilikda Mir Privilegiy orqali ham to'lovlarni amalga oshirsanglar bo'laveradi. Qisqacha reklamasi ketadi. Kimdan-kim to'lov qilmoqchi bo'lsa, Mir Privilegiy orqali bilasizlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga 123 promo kodidan foydalanib, ya'ni skidka promo kodidan foydalanib pul jo'natayotganlar bor. Endilikda bemalol patent to'lovlarni qilsanglar bo'ladi. Hozir men telefonni bitta aylantiraman, boshlayman. Qani, bismillah. Paddashki uchun like aka. 9-mayga tayyorgarlik akalar. Aeroport Vnukovoga mana shuni chiroyli qilib qo'yishdi. Xo'p, birinchi marta kelayotganlarga ma'lumot, glavniy kirish joyi terminal A, mana shu birinchi etajdan ham kirsanglar bo'laveradi. Xohlaganlar ikkinchi etajdan kirsa bo'ladi. Dokument yo'qlarga doim sovet berardim. Mana shu metro tarafdan kiringlar akalar. Shunday tushasizlar, agar tog'alar bo'lib qolsa, shunday kelasizlar, yengil pastga qarab tushib ketsanglar bo'laveradi. Jigarlar, metrodan kelganlar uchun mana shu chap taraf o'z metro. To'g'riga kirib ketsanglar bo'laveradi. Hech qanaqasiga tepaga chiqish shart emas. Va O'zbekistondan kelgan insonlar ham mana shu taraf bilan qaytib metroga tushsa bo'laveradi. Eng tinch varianti shu. Hozir video davomida o'zingizlar ko'rasizlar. Jigarlar ko'rib turganlar ichkariga kirdik, hech kim yo'q. Ya'ni tepaga chiqib boraveramiz endi. Akalar liftdan chiqdik. Sizlarga ikkinchi etajda o'zim shaxsan mana shu holatda ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bugun hamma aviakompaniyani ko'rsataymi, nima qilay?
oxirgi payt faqat O'zbekiston havoylarini ko'rsatasan uka. Jinda biletlari qimmat chiqyapti. Boshqa kompaniyalar ma'lumot ber deganlar uchun. Ko'rib turganlaridek, ikkinchi etajdamiz. Shu holat. O'zbekiston havoyolaridan boshlayman. Va O'zbekiston havoyollarini birinchi marta uchayotganlar uchun ma'lumot berib o'tamiz. 4-may Farg'ona Namanganda registratsiya qilinib, ko'rib turganlar mana shu registratsiya joyi O'zbekiston havoyolari o'zgarmaydi. Ikkinchi etajda 60 ta 51 stoyka. Mana shu joyda Toshkent havo yo'llari полный hamma viloyatlarga mana shu yerdan registratsiya bo'ladi. Sizlarga bitta savetim, bu yerda unaqacha bagajga, ya'ni rushnoyga ko'proq ahamiyat bermaydi. O'zinglar uchun, ya'ni lishni rasxod qilmaslik uchun. O'sha cheykada bepul tarozi bor. Cheykada turibdi, ko'ryapsizlarmi? Ashga borib taroziga qo'yib, to'g'rilab olsanglar bo'laveradi. Agar lishni to'lov joyi mana shu yerda bo'ladi. Ya'ni bagaj mana shu joyda lishni yukinglar to'lov qilasizlar. O'zbekiston havo yo'llari shu yerda bo'ladi. Xo'p, kutish zali. Ikkinchi etajda ham bor, tepada ham bor, birinchi etajda ham bor. Ya'ni tinch eng yaxshisi ko'proq havo yo'llaridan savet beraman. Biletni olib ketsanglar bo'laveradi, tushib ketsanglar. Bagajingizni topshirib, biletingizni olib bo'lganingizdan keyin doim aytib o'taman, bu yoqqa kirib ketmanglar deb. Ba'zi so'raydi-da. Mana misol tariqasida men sizlarga birinchi marta uchayotganlar. Tabloni misol kelib ko'rasizlar mana shu holat. Kelganinglarda misol havo yo'llarini ko'rsatib beraman. Birinchi uchatda mana Farg'ona bo'lyapti. 50 dan 56-stoyga deyilyapti. Namangan Farg'ona mana shu joyda bo'lyapti. Mana xuddi shu 51 dan 56-dagi mana shu joyda bo'lyapti. Biletingizni olasiz, to'g'riga harakatlaveradi. Hech kim hech narsa deyish kerak emas. Bu aeroportda ko'rgandan keyin birov tekshirmaydi akalar. Mana 18:31 deb qo'ygan mashinadan kirib ketaverasizlar. Pasport kontroli oldidan ko'rib turganingiz hech kim yo'q. So'mkangizni topshirasiz, biletingizni olasiz, bo'ldi, to'g'ri kirib ketaverasizlar akalar. Bilsanglar o'tgan safarga, ya'ni Vunukvadagi videoyimizda sizlarga ma'lumot bergan edim. Endilikda aeroportlarda, ya'ni militsiya xodimlari qonuniy sizni dokumentingizni tekshirib, agarda falshiviy registratsiya yoki migratsiyonga pechatingiz bo'lsa, sizga nisbatan shtraf yoki unda qo'pol qilib aytganda jinoiy ish ham ochish ehtimoli yuqori deb ma'lumot berganimda juda ko'p inson ukam nima qilasan odamni qo'rqitib, hamma yoq pul bilan u boramiz 5-10 ming beramiz bo'ladi deyishadi. Iloyim hamisha shunaqa bo'lsin, iloji bo'lsa puli bermasdan hal qilaveringlar. Bu ma'lumotni nima uchun aytdim? Kimdan kim dokument qilmagan bo'lsa, ketishdan oldin shu falshiviy pechat, falshiviy migratsiyonga registratsiya qilib olsam tinchroq ketaman deydigan akalarimizni oldindan ogohlantirib qo'ydim. Shu aytganingizdek, cho'ntagingizga 2-3 ming so'm pulingizni solib olsangiz, o'zi shu ish bilan ham hal bo'lib ketadi. O'zi aslida aeroportda unaqaligi jiddiy qabul qilmaydi. Shunaqa lishni o'zini oroliy O'zbekiston pasportiga har xil falshiviy pechatlar bostirmanglar degan maqsadda sizlarga bir haligi addushi aytildi. Hammani o'zini aqli joyida sizlarga tavsiya, chunki aeroportda ko'p yurganim uchun nima holat, nima bo'layotganini bilganim uchun foydali bo'lsin deb aytib qo'ydim akalar. Hozir O'zbekistondan keladigan, ya'ni zdaniyaga, ya'ni pastga birinchi etajga tushyapman. Va bugun qayerdan reyslar kelyapti? Imkon bo'lsa harakat qilaman. Shu akalarimiz agarda uzoq bo'lib ketmasa, kutib bir video qilishga. Agarda uzoq bo'lib ketsa, uzr so'rayman. Qaranglar, hech kim yo'q. Chunki men sahar kelganman, ya'ni plan bo'yicha faqatgina ketish reyslarini syomka qilaman deb keldim. Agar kutib olish reyslarini syomka qilaman deb kelsam, kechki paytga reysga doim kelardim, bilsanglar. Bular shunaqa gaplar kelar. Hozir bir qator qayerdan nima kelayotganini aytib o'tib ketaman va orada birinchi etajni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda Samarqand kelyapti-kan, Toshkent havo yo'llari kelyapti-kan, yana Pobeda Toshkent kelyapti-kan, Samarqand kelyapti-kan, Buxoro kelyapti-kan havo yo'llari, Termiz kelyapti-kan. Xullas juda ko'p reyslar kelyapti. Siz kim kelyapti aka? Qayerdan kelyapti? Samarqanddan. Samarqanddan, ha? 918-reysdan. Yaxshi. Yana birinchi etajni ko'rib turganlarda mana shu holatda tekshirishyapti. Tekshiruv bo'lyapti mana shu. Chekada ham, bu yerda ham turib olib. Xullas, bugungi videomiz sizlarga foydali bo'ldimi? Va kirishdan oldin sizlarga addushi savetim. 2 kishi bo'lsanglar, bitta odamni sekin metro tarafga tushirib, shu tarafdan kirishni tavsiya qilaman. Ya'ni bir qator ko'rib olib, lishniy rasxod kerak emas. To'g'ri, balki ketayotgan odamga 500 rubl bilan, 1000 rubl bilan katta pul. Chunki men o'zim shunaqa hisoblayman. Shuning uchun 2 kishi, 3 kishi kelsanglar, agar dokumentalniy bironta sherigingiz bo'lsa, so'mkalarni berib, ashundan kirgizib borib turib, o'zingizlar как menga o'xshab, oldinglarni ochib, bemalol qo'rqmasdan xohlagan ishidan kirib ketsanglar bo'ladi. To'xtatmaydi. Ya'ni sizlarni kutib olgani, сопровождениyaga yoki unda kimdir kuzatgani yoki kimdir kutib olgani deb hisoblaydi. Shunaqa gap akalar.
Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Videomizni yaqinlar bilan ulashib qo'yinglar. Foydali tarafimiz tegib qolsa xursand bo'lamiz. Bugun 4-may aeroport Gunukodan bo'ldi. Xudo xolasa, keyingi video qaysi aeroportdan bo'lsin, обязательно yozib qo'ysanglar, biz shunga qarab va vaqtiga qarab nimalar haqida ma'lumot kutyapsizlar, aynan mendan xudo xohlasa chiqarishga harakat qilamiz. Allohga omonatlar, sog' salomat bo'lasizlar. O'zbekim 24 promokod 123 orqali, ya'ni Mir Privilegiyadan pul jo'natayotgan hamma akalarimizga Alloh rozi bo'lsin. Paddesh uchun addish rahmat. Hozir paytda YouTube pul bermayapti, faqat shu orqali ozmi ko'pmi Allohga shu tirikchilik qilib turibmiz. Shuning uchun paddeshga davom etinglar. Sog' bo'linglar.